Qoida buzildi, lekin to'p O'zbekiston terma jamoasida qoldi. Jaloliddinov oldinga qarab ketyapti. Wow! Boshqa gap topa olmaysiz bunday zarbadan keyin. Jasurbek Jaloliddinov 1-0 super gol. Xotirjamlik, konsentratsiya, lekin golni yorib yubordi Jasurbek Jaloliddinov. O'zi hal qildi, sardor sifatida mas'uliyatni o'z qo'liga oldi va 5-daqiqadayoq masalani hal qildi. Lekin epizod masalasini hal qildi. O'yin masalasi hal bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham Jasurbek sekin hammaga tinchlanishni tavsiya qildi. Qarang, sekin yaqinlashib chap oyoqda darvozabon tomoshabin nima bo'layapti deb qarab turibdi. Ajoyib trayektoriya yuqoriga va pastga sho'ng'idi to'p.